Birinchi etajdan ishli uy qidirib yurgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz Chilonzor tumani 26-kvartalda 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan ishli domimizni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganlaringiz zal qismi studiyaning formati kengaytirilgan. Bu yerda esa 2 ga 6 balkonimizni yarmida bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Bu yerda balkon qismimizni o'rni o'zlarining shkaflari bilan uyimizning umumiy maydoni 48 kvadrat. Bu yerda balkonning ikkinchi qismiga oshxona ko'chirilgan. Kerakli barcha jihozlar bilan ta'minlangan uyimiz. 5 qavatli binoning birinchi qavatida joylashgan ushbu uyimiz. Bu yerda stroyniy shkaflarga joy qoldirilgan. Gilamli eshikdan kirib kelish mishilka qismi. Bu yerda esa общий sanuzilimiz. Va albatta bu yerda ikkinchi xonamiz. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Uchtepa Nalogini orqasida shundoq yo'l yuzida joylashgan ushbu Yevroxamirdan chiqqan birinchi qavatdagi uyimizni egalari 69.500 AQSh dollar baholashmoqda. Bu uyda siz naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyonadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.